Salom, bolajonlar. Men Saida. Men esa Saidaning ukasi Ibrohimman. Bugun biz o'rmonga sayrga ketyapmiz. Lekin bu oddiy sayr emas. Biz qo'shishni o'rganamiz. Qo'shish degani narsalarni sanab bir-biriga qo'shish. Masalan, bitta olma plus yana bitta olma, ikkita olma. Juda zo'r. Kelinglar, o'rmonga kiramiz. Nimalarni uchratamiz, bilmaymiz. Voy, qarang Saida. Bu yerda 2 quyoncha sakrayapti. Qani, sanaymiz. 1, 2. To'g'ri. O, yana 3 ta quyon keldi. Endi jami nechta bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5. Demak, 2 qo'shuv 3 teng 5 quyoncha. Quyonchalar raqs tushyapti. Daraxtda 4 ta qush o'tiribdi. Qani sanaymiz. 1, 2, 3, 4. Endi yana 2 ta qush uchib keldi. Endi jami nechta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, 4 qo'shilgan 2 teng 6 ta qush. Ular chip-chip deb kuylashyapti. Biz ham kuylaymizmi? Quyonchalar raqs tushyapti. Quyonchalar raqs tushyapti. Qarang Saida, sichqoncha 3 ta yong'oq topdi. Ha, qarang, u yana 2 ta yong'oq topdi. Keling sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5. Demak, 3 qo'shuv 2 barobar 5 yong'oq. Sichqoncha quvonib hammasini sumkachasiga joylayapti. Voy, bu tulki-ku. Qo'rqma, bu dostona tulki. U yolg'iz yuribdi. Mana, uning yoniga 2 ta quyoncha yugurib keldi. Endi nechta do'st bo'ldi? 1 tulki plus 2 quyon teng 3 do'st. Demak, 1 plus 2 teng 3. Juda oson ekan. Daraxtda 5 ta olma osilib turibdi. Yerdan yana 3 ta olma topdim. Qani, sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demak, 5 qo'shuv 3 barobar 8 olma. Juda shirin. Qush ham shunaqa shirin. Bugun biz juda ko'p narsa o'rgandik. 2 qo'shuv 3 barobar 5, 4 qo'shuv 2 barobar 6, 3 qo'shuv 2 barobar 5, 1 qo'shuv 2 barobar 3, 5 qo'shuv 3 barobar 8. Uli buli. Endi biz qo'shishni bilamiz. Juda oson va zavqli. Keyingi safar esa biz ayirishni o'rganamiz. Ha, 6 olma olu 2 olma teng nima bo'ladi? Lekin uni keyin aytamiz. Xayr do'stlar, keyingi sayohatni ko'rishguncha. Xayr.